Assalomu alaykum kanalim a'zolari va mehmonlari. Bugungi mavzuyimiz u siz haqingizda qanday fikrda, nimalarni o'ylayapti? U siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Ikkita variant bo'ladi. Kimdir variantlardan qoniqmayotgan bo'lsa, shaxsiy raskolad olishingiz mumkin. Video ostidagi raqamlarga Telegram, WhatsAppdan yozishingiz mumkin. Birinchi variant. Ikkinchi variant, u siz haqingizda nimalarni o'ylayapti, nima qilmoqchi, nimani o'ylayapti. Demak, birinchi variant, u siz haqingizda nimalar o'ylayapti. Nimanidir tagiga yetmoqchi, nimanidir bilishni xohlayapti va buning uchun izlanishlar olib boryapti. Nimanidir aniqlab olmoqchi. Nimani o'ylayapti siz haqingizda? Mazza qilib yuribdi. Mazza qilib pullarni sarflayapti. Mazza qilib o'rtoqlari bilan xursandchilik qilyapti. Aman pul sarflashni yomon ko'raman deyapti. Ya'ni bu inson siz o'yin kulgingizga, sizni xursandchiligingizga pul sarflaydigan inson emas va pul sarflashni yomon ko'radi. Sizni mazza qilib yurishingiz bu insonga yoqmayapti. Va bu insonni hayotida boshqa bir ayol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin yoki sizni hayotingizda boshqa bir inson paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu inson sizdan shubhalanayotgan bo'lishi mumkin. Agar sizni sevgilingizdan tashqari boshqa bir yangi tanishuv, yangi munosabat paydo bo'lgan bo'lsa, bu inson shuni aniqlamoqchi, menga xiyonat qilyaptimi degan narsani aniqlashtirmoqchi. Buni kayfiyati zo'r yurgani, buni xushchaqchaqligi, mana shunaqa holati qandaydir erkak bilan bog'liq degan narsa bor. Agar bu videoni ko'rayotgan inson erkak bo'ladigan bo'lsa, sevgan insoningiz hayotida boshqa bir uchinchi shaxs paydo bo'lgan degan narsaga aniqlik kiritmoqchi. Umuman olganda, uchinchi inson paydo bo'lganmi yo'qmi, shuni aniqlashtirmoqchi. Nimalar bo'ladi? Internet, qandaydir imkoniyat berilishi mumkin, manipulyatsiya, ichki holatni, ya'ni ichki xohishlarni internet orqali balkim ozodlikka chiqarayotgan bo'lishingiz mumkin. Bilmadim, lekin bu narsadan norozi turibdi sevgan insoningiz. Sevgan insoningiz bundan norozi. Internetda ko'p vaqt sarflayotgan bo'lsangiz yoki qandaydir internet orqali pul topasizmi bilmadim. Mana shu narsadan jahli chiqyapti, shu narsa yoqmayapti, o'z qobig'iga o'ralib olgan, ichidagini aytmayapti, lekin o'rtamizda uchinchi shaxs paydo bo'lgan degan fikri bor. Bunga aniqlik kiritmoqchi. Mana nimani o'ylayapti. Xo'p, ikkinchi variant. Sevgan insoningiz nimani o'ylayapti? Ikkilanyapti. Qaror qabul qilgani yo'q. Yoki sizni shunaqa deb o'ylayapti. Sizni ikkilanyapti deb o'ylayapti, qaror qabul qilgani yo'q deyapti. Storingizda nimani o'ylayapti? Balkim sizlar yangi tanishgan bo'lishlaringiz mumkin, yangi munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, siz hali bu insonga qaror bermagan bo'lsangiz yoki u inson sizga hali qarorini aytmagan bo'lsa, ikkilanish holatidaligini va bu sevgi, munosabatlar va hali qaror berilmagan narsaligini ko'rsatyapti. Ikkilanish bor bu sevgida. Nimalarni o'ylayapti? Qo'rquv bor, vahima bor, ikkilanish bor, illyuziya bor. Qandaydir sabablar bor bu munosabatlarni jiddiyroq bir urovingga olib chiqishdan oldin nimalarnidir o'ylab ko'rish kerakka o'xshayapti degan narsa bor. Shuning uchun ham ikkilanyapti. Mas'uliyatni hozircha olgisi kelmayapti, chunki sizlar yangi tanishgansizlar bu yerda. Ikkinchi marta tasdiqlayapti yangi munosabatlarni. Lekin u inson sizga yoqyapti, bir-birlaringizga tortilish bor qandaydir hirsiy tarafdan.
Munosabatlar agar rivojlanmaydigan bo'lsa, bu munosabatlar bir joyda to'xtab qolgan munosabat bo'ladigan bo'lsa, kimnidir hayotidan chiqib ketishi mumkin. Ya'ni tez orada bu vaziyatlar tezlashib ketadi. Bir joyda to'xtab qolgan munosabatlarda tugashlar bo'lishi mumkin. Hayotda, ya'ni u ham o'z yo'lidan ketadi, siz ham o'z yo'lingizdan ketasiz. Agar ancha paytdan beri bitta уровеньda to'xtab qolgan bo'lsa, munosabatda rivojlanish bo'lmayotgan bo'lsa, yoki bu yerda siz sevgan insoningizni boshqa bir tugamagan munosabatlari bor va bu tugamagan munosabatlar rivojlanmagan hali, ya'ni qaysidir уровеньga o'tishini kutyapti, lekin o'tmayapti va bu munosabatni tugatib, siz bilan yangi bir munosabat boshlanishi mumkin. Ya'ni kimda aktualniy bo'ladigan bo'lsa, yangi munosabat bo'lsa, biz yangi tanishganmiz deydigan bo'lsangiz, bu inson hali o'tmishidagi inson bilan tugatgani yo'q hammasini. Bu narsani hal qilib olgandan keyin qandaydir jiddiyroq qaror beradi. Agar sizlar anchadan beri tanish bo'lsalaringiz, munosabatlaringiz bir уровеньda to'xtab qolgan bo'lsa, bu munosabatlar tugaydi, siz ham o'z yo'lingizdan ketasiz, u ham o'z yo'lidan ketadi va bu inson yangi inson bilan davom etkazadi yo'lini. Yangi inson kirib kelyapti hayotiga. Mana shunaqa rasklad bo'ldi. Tushunmaganlar uchun yana boshqatdan eshitib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yoki shaxsiy rasklad qildiring. Keyingi videoda ko'rishguncha.